Assalomu alaykum. Bugun mana 2-kun 9-aprel. Xayrli havo tog' sanatoriyasiga qiziqish bildirayotgan mijozlarimizga kattadan katta rahmat va ma'lumotlar ulashishda davom etamiz. Sizlarga kecha ko'rsata olmaganim, ya'ni o'sha lechebniy korpusimizda ayollar bo'lgani uchun men kira olmagan edim. Hozir mana bo'sh paytini tanlab, endi sizlarga bir qator obzor qilib ko'rsatish niyatidaman. Ishonchim komilki, sizlarga yoqadi. Berayotgan ma'lumotlarim hammasi samimiy, chin dildan. Xo'p, birinchi o'chirtda shundoq qilgan bo'lsak, bu joy o'sha minerallarga ega bo'lgan mineral suvimiz, ya'ni vannalari chiqadigan joy. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Bunisidan issiq suv chiqadigan bo'lsa, bunisidan esa o'sha 48 gradus обычный suv chiqadi. Vanna to'lishini ham bir nazoratga olamiz. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Yana ham qiziqarli bo'lishi uchun ko'rsatishim kerak. Oppoq suv chiqyapti. Xo'p. Boshidan keladigan bo'lsak, bu yer razdivalkasi. Bu yoqda dushovoylari. Dushovoy ichida hojatxonasi, bu yog'i dushi. Bu yerda esa ikkinchi dushovoyimiz. Ikkinchi dushovoy, bu yerda очищение, ya'ni ginekologik va urologik o'sha nimalar uchun ishlaydi. Hoppa, napo'rlar. Bunga o'tirgan holatda bo'lasizlar. Shunaqa debdi, bu yoqda dushovoy. Xo'sh, endi ikkinchi korpusimizga o'tamiz. Bu tarafda esa hamma sanatoriyada bo'lmasa bo'lmaydi degan joydan fitobochkalarimiz. Bu fitobochka 48-49 gradus issiqlikda bo'ladi. Hamma shart-sharoitlariga ega bo'ladi. Par bu yerda urib turadi. Bu yoqda apparatlari hammasi o'sha belgilangan tartib asosida ishlaydi. Ular 48 gradus issiqlikda odam o'tirgan holatda, ya'ni shamollashlarga, bizga asosan nima uchun kerak fitobochka bizning sanatoriyamizga, bu haqida ham batafsil ma'lumot berib o'taman. Bunisi infrakrasniy kabinasi. Bu 60 gradus issiqlikda lёгким паром bo'ladi. Lёгкий пар. Infrakrasniy kabina deyiladi. Xo'p. Endi keladigan bo'lsak, bu yoqda finskiy saunamiz. Hozir 67 gradus issiqlikda ko'rsalaring bo'ladi. Yo'q, issiq, juda ham issiq. Ichkarisiga kira olmadim, men bor uzr, chunki issiqlik juda ham yuqori. Xo'sh, endi kelamizki, bu tarafda sirkulyarniy dush. Ya'ni chiningi bo'lgan sirkulyarniy dush bo'ladi. Bu yoqni kranini ochdim. Hozir sizlarga ishlatib ham ko'rsataman. Xohlasa, mana vannasini yana ko'rsalaring bo'ladi. Hozir bizda suv to'lyapti. Vanna xuddi shunaqa qip-qizil rangda bo'ladi. Mana shu mineral suv yig'ilgandan keyin vanna to'lganda qip-qizil suvga aylanadi. Bu yoqda esa tuzli g'or. Bu yoqda tuzli g'or. Tuzli g'ori shu ko'rinishda bo'ladi.